Yaxshiyam Germaniyadagi nemis qo'shnilarimiz bu go'shtlarimizni ko'rib qolishmadi. Chet elda yashaydiganlar hali ham norini yegili kelib O'zbekistonga qachon borarkinman deb o'tiribsizlarmi? Germaniyada yashaydigan o'zbek yaqinimiz uylariga mehmonga taklif qilishgan edi va biza noodatiy taom bo'lishini xohlab, bugun norin tayyorlashga kirishib ketdik. Faqat bilasizlar, Germaniyada ot go'shtini topib bo'lmaydi. Shuning uchun pochcha menga bir haftada tayyor bo'ladigan ot go'shtini retseptini o'rgatib berdilar. 2,5 kilo mol go'shtini bo'lilarga bo'lib olib, tuz va ziralab, Germaniya ob-havosi muzdayligidan foydalanib, ko'chaga olib chiqib, surgo'sht qilib bir haftaga quritishga olib qo'ydik. Bir haftada ot go'shtini mazasiga aylangan go'shtimizni qaynatib olib, suvidan xamir qorib oldim. Xamirimiz uchun men 2 kilo un ishlatdim. Xamiri qanchalik qattiq qilib qorsanglar, norininglar shu darajada mazali bo'lib chiqadi. Xamirimizni pishirib olib, yog'lab, mayda qilib to'g'rab olamiz. Go'shtimizni ham ko'ryapsizlar, somoncha qilib to'g'raganman. Ana o'shanda ser go'sht bo'lib, chiroyli bo'lib ko'rinadi. Xuddi zakazga tayyorlangan norindek bo'lib chiqishini xohlasanglar, zireylarni bitta kofemolkada maydalab olib, murch, zira, yog', go'shtlarni ustidan quyib bitta aralashtirib olsanglar bormi?